Bugun 8-yanvar aka. Bugungi bo'ladigan savdoyimiz xudo xolasa 2025-yildagi savdo bo'ladi bugun. Bugun patishchilaring maza qilsin. Onasi bo'g'izlari bor, ulug' orzonlari bor. Hammasi maza. Videoda oxirigacha ko'rib bitta like bosinlar. Kommentariyaga yozinglar, maza qilinglar olib. Assalomu alaykum. Bek Bloger kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari akalar. Namangan viloyati Mingbuloq tuman Shand qishlog'idamiz. Doimgidek Abdulhafiz akamizni xonadonlaridamiz akalar. Yangi partiya ona bola sigirlari zo'rlardan bor ekan. Bugun sizlar uchun xudo xolasa 21 million, 25 million, 28 milliongacha ona bola sigirlarni ko'rsatib boramiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib turaversizlar. Bu akamizda mol tez sotilib ketyapti. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa har yangi qo'yilgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib, sirazi sotib olishlaring mumkin. Xudo xolasa videoni boshlayveramiz. Bitta chiroyli qilib sizlar uchun ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Charchamay aka, ishlar yaxshimi? Charchamay. Bo'lyaptimi ishlar? Bozorda nima gap aka? Bozor nima deymiz? Bozor zahar bo'lib yotibdi bozor. Bozor onalarni ko'rdi. Endi qo'pol qilib aytganda. Olishdi qiyinligini. Gap yo'q. Savdo zo'r bo'lyapti bozorlarda. Bo'ldi. Bo'lmasam endi mollarimizni ko'rsataveramiz. Xo'p, bunimiz nima deymiz? Buni bolasini o'g'az. Bolasini o'g'izcha. Bugun 5-kun bolasi. Bugun 5-kunlik. 8 kurak. Qani? Nechinchi bola bu aka? 3-bola. 3-bola 8 kurak. Xo'p. Ha, 8 kurak. Akalar, mana sizlarga nima tish ko'rsatilyapti, og'zini ham ko'rib oling. Xudo xolasa yashir unaqa kasallikdan hech qanaqasiga unaqa kasalliklari yo'q akalar. Qani bitta bosib beringchi yetalab. Ana holatlari molimizda. Ko'raverasizlar. Tavsiya qilamiz akalar shunaqa mollarni. Bu akam shu paytgacha qimmat mol qo'ymagan. Xudo xolasa sizlar ham olib baraka topasizlar. 8 kurak 3-bola. Ana holatlari. Gap yo'q, haqiqiy zo'r mol ekan. Bolasini o'g'izcha akalar. Ko'rib qo'yasizlar. Hop, sutini nechta deymiz aka buni? Sutini? Ha. 2 litr suvni 10 litrga olaversin. 10 litrga garantiya beraverasiz. Paqir olib kelmayapsiz-ku? Shayda hammasi. Paqir shaydami? Doimgidek yana jichchachadan bir haliga tepishi, tepmasligi, to'ralan ishlashi haqida bitta ko'rsatib berasiz-da. Hammasini sog'ib qo'yishimiz. Xudo xolasa akalar, 3tasini sog'ib turib, bittasini bo'zagiga bersangiz, bo'zag ham ketaveradi. Bu yoqda xudo xolasa ayolingiz ham daromadni olaveradi akalar. Har tomonlama. Hozir sut qimmat, qaymoq qimmat, sariyog' qimmat akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib boqsangiz, o'zini-o'zi bemalol molimiz qoplaveradi. Bu o'zini-o'zi bemalol O'sha aytyapman aka, o'zini-o'zi qoplaveradi. Bemalol o'zini-o'zi maza qiladi. Bemalol qoplaydi. Metringiz ham yoningizmi? Bo'ldi. Oxirida o'lchab qo'yaveramiz hammasini bitta. Bu molimiz mana akalar birinchi mol bo'ladi. Mana shu mol deb endi o'zlaring aytib sotib olaverasizlar akalar. Qani? Gap yo'q. Yumshoqmi to'ralasi ham xudo xolasa? Mazza ha. Ha, qara suti yog'liligi. Gap yo'q. Sutlari yaxshi xudo xolasa. Qara mana. Gap yo'q. Uni eplab, qo'li og'rimay sog'vasa bo'ldi. Ha, bu qo'l og'riydigan narsa emas bu. Ortib o'tirmasang, tas bosaverar ekan-a. Bo'ldi, paqir deb qo'ymasin. Mazza qilib qo'yib ichadi. Gap yo'q. Bo'ldi aka, bo'ladi. Qani endi bitta sut ko'rsatamiz obunachilarga. Kreyniga bekitib qo'ying. Qani? Ana holatlar. Qara buni. Gap yo'q. Xudo xolasa qaymoq rang, akalar, ko'k sut emas. Xudo xolasa qaymog'i ham yaxshi qaymoq beradi. Pulichi endi buni? Puliga zo'r narsa aytaymi senga? Ha. Dotlaversinmi hammasi? Shu paytgacha yomon narsa aytdingizmi o'zi? Ha. 30 million ham demayman. Tas sotamadingchi. Tas qilamiz bo'ldi 28,5 kami bor. 28,5? 28,5 million kami. Bo'ladigan qilib aytingchi. Bo'ladigan gaplashamiz. 28 kam bor. Ha, bo'p, seriyasadan o'lma. Bo'ldi gap. 28 kam. 28 million kam bor akalar. Tayyor ona bolasiga xudo xolasa uyingizni sutga to'ldiradi. Gap yo'q. Qara uni. Tagdor juda chiroyli mol ekan haqiqatan ham. Tavsiya qilamiz, olaverasizlar akalar. Bunisini qarang. Ikkinchisiga meni ishqiboz bo'lgan mol. Birinchi tug'ish. Bola xunajin. Mana tishi. Qani, bitta ko'rsatib qo'yamiz akalar. Xo'p, nechta bu? 8 ta. 8 ta. Ikkinchisiga bo'g'oz. Ikkinchisiga bo'g'oz. Gap yo'q. Bu 8 kurak bo'lib turib, bitta tuqqan molmi? Ha? Gap yo'q. Endi qaydan bilyapsizlar deyishingiz mumkin. Bu shoxda ham bitta chiziq bor xolos-da akalar.
ko'rib Bu ko'rsa. aldashdimi keragi bor u xalqda. Albatta. 4ta tug'an, 5ta tug'anda, bitta tug'an, ikkita tug'an. Eng yaxshi tomoni 2 oylik bo'g'oz-a. 2 oylikdan o'tgan bo'g'oz. 2 oylikdan o'tgan bo'g'oz akalar. O'zingizning videosi bormi? Yo'q, o'zini videoga olmadim. Videosi yo'qmi? Endi o'zlari olsa, video qilib olishaveradi. Xudo olsa sharmanda qilmaydimi? Javobmi? Ikkagina yolg'ondan san nima keragi bor? Bo'ldi, gap yo'q. Xudo olsa, shu bola bor bo'lsa bo'ldi qonunda. Akalar, shu mol tavsiya qilaman, o'zim ham ishqiboz bo'lib turibman. Xudo olsa sizlarga ham shu mol tavsiya qilaman. Olaverasizlar akalar. 3talik variantidan nima deydi? Buni mana molga novosga qo'yishim kerak, u bu deb qiynalib o'tirmaysizlar. Xudo olsa 7 oy boqing, yana bitta bolali bo'ladi. Agar novos chiqsa, bu xunajin tekinga qolib ketadi akalar. Tavsiya qilamiz. Olaverasizlar mana shu molni. Qara, bo'ladiganmi? Bolacha ham yaxshi, xudo olsa, mana akalar. Xo'p, endi bolasi bo'ylari 95, 1 metrga yetmagan holatda 90-95 bo'ylari akalar. Bolasi katta, bu yangi bo'zak emas buni bolasi akalar. Ko'rib qo'yasiz holatlar. Necha oylik bolasi aka? Taxminan. Bolasi 4 oylikka borib qolgan. 4 oylikka borib qolgan. Mana yurish-turishlar akalar, ko'rib qo'yasizlar. Xo'p, xudo olsa sog'lom, to'ralar tuyog'i but. Mana ko'rib qo'yasizlar. Qani, tortavering, endi buni bitta sog'ib ko'rsatamiz obunachilarga. Haqiqiy hammasini nima, tuyoqlari, og'izlari hech qanday nuqsonlari yo'q akalar. Kasal-kusaldan darak haligisi yo'q. To'ralasi ham zo'r ishlaydi buni. Yillari. Gap yo'q. Bo'ylarni video oxirida o'lchab qo'yamiz. Endi taxminan nima aytib qo'yamiz akalar? 120 dan baland molimiz. Qani, turaveradimi ish qilib? Karates emasmi? Karates bo'lsa karates deyiladi, biroq. Gap yo'q. Xudo olsa, yoshlardan so'raganlar bo'lsa mana sizlarga shu yilni ham yaxshi, xudo olsa. Nima deydi? Uzun ham emas, kichkina ham emas, o'rtacha holatda. Ro'zg'orbob yili. Ha, ro'zg'orbob. Qishloqchasiga aytganda. Bo'ldi, to'ralasi ham ishlaydi. Bo'ldi aka, video cho'zilib ketib qoladi. Qanchadir endi buni narxini yorib berasiz. Buni puli nima? Ha, Maza qilganmi bir? maza qilaylikchi. 25 million so'm kami. 25 million so'm. 25 million so'm kami. Qancha endi bu kami? 1 million o'tib berasizmi, 2 million o'tib berasizmi? Buni pulgami? Ha, O'tishigami? ya jichcha o'tib beraman, ya ko'pgina g'uj-g'uj o'tib beraman. Ha. Bu qo'yib beramiz. Endi u balat aytayotganim yo'q. Qisqasi 23,5 millionning ustidaman. 23,5 ga qo'shqinga berasiz. 23,5 millionning ustida. 24 million bo'lsa beraverasizmi shunda? Bo'ldi. 23,5 ga qo'shilib, Ona bu bor. xudo olsa O'zi qildirilgan. O'zi qildirib o'tirish shart emas. bo'ldi. Uzuylari bo'lgan deyapti, lekin videolari yo'q-a. Yo'q, videosini olmabman-da video. Ha, lekin videolari yo'q, uzuylari bo'lgan akalar. O'zi qildirish shart emas. Xudo olsa 2 oydan o'tgan bo'g'oz 23 million 500 mingga qo'shganga ketaveradi. Qo'l soldirib buni endi qilishda 5 litr sutiga uni garantiya. 5 litr sutiga garantiya. Bo'ldi gap yo'q. Bo'lmasa 3-molimizga navbatda beraveramiz akalar. 8 kurak. 8 kurak. Kampir xola emasmi axir? Yo'q, kampir xolani bozakini ko'rdingmi? Nechta tuqqan bu? Mana shu 3-bola. 3-bola. Bu-chi novoschami bu? Novoscha. Endi novoschalarga o'tib ketdingizmi ko'proq? Endi chiqqani, Xudo bergani. Xo'p, 3-bola novoscha. Suti nechta? Sutini 7 litr sovdib 6 litrga beraman erta kechini. 6 litrga 2 mehalga garantiyasi bor. Gap Bir yo'q. hafta sinov olaveradi lekin molni. Bir haftasini ular srazi yeydi molimiz. Nihoyatda yuvoshki joylar. Shuni yendirasiz akalar, bemalol xudo olsa sutini sog'averasizlar. Qara tani sifatligidan ko'rishini qaytarib. Zvichkasi og'zida mana sizlarga. Shunaqa mol qidirganlar juda ham ko'p. Ayniqsa mana bunga ishonavering, endi men bilmadimmi? Men o'zim shu molga ashq qo'zim, obunachilar ham shunaqalarga ashq qo'yasiz. Demakki, tayyor bo'g'oz bo'lsa, bola katta xonajim bo'lsa akalar, tavsiya qilamiz shu molni sizlar uchun. Bola ham o'zi kuzda alindaqa bo'ladi-da. Ha, bola ham o'zi xudo olsa katta narsa-da. Endi kichkina desa, mana bular kichkina desa bo'ladi. Endi bu tayyor katta narsa. Paqirib olib keling endi buni bitta bir ko'rsatib beringchi. So'mlarni qarang. Akalar, mana so'mlar ko'raverasiz. Endi qishloqchasiga aytyapsiz, jaydaricha ko'rsatyapsiz sizlar uchun. Bu ham yuvosh. Yumshoqligini qara buni. O't. Yumshoqligini qara janaveradi. Qani? Gap yo'q. Narixdan sog'ib qo'ying. Mana qara yumshoqligini. Yumshoq xudo olsa. Gap yo'q. Yumshoq bo'lsa bo'ldi. Qara. Bo'ldi gap yo'q aka. Janaveradi. Xo'p, qancha deymiz pulni?
Pulunimi? Ha. Вообще maza qilarkanmi? Maza qilaylikchi. 23 million kami bor. 23 million. Aha. Bo'ldimi? Men bundan arzonlarni kutaman endi prosta. Siz arzonroq qo'ying deyapman-da. Bundan arzon yana qanday qo'yib beradi? Dehqonga borsang mana shuni 28 million, 30 million deb bergan. Qarang buni Dehqonga borsang 22,5 ga o'tib beraverasizmi? o'tib beramiz. Bo'ldi gap yo'q. 22 million 500 ming qo'yib qo'yamiz. Aha. Chiroyli qilib obunachilarga kamini qilib beraverasiz. Sotishga yaxshiroq qilib aytyapti. O'zi asli tortishim shart emas, lekin men yaqinlashtirib qo'yishim kerak aka, bu meni haligim, ishim bu meni aka. O'sha iloji boricha yaqinroq qilib qo'yishim kerak. Nima aka, hali bozorda aytadi-yu. 30 million deydi-da, 22 millionga sotib Ikkinchi yuboradi. bola, old kurak. Ikkinchi bola olti kurak. Bola xunojin. Shuning uchun men ham sizga qo'ldan kelgancha yaqinlashtirib qo'yapman aka. Mana bola xunojin. Gap yo'q. Bola xunojincha. Necha kunlik bo'ldi bu? Ko'chatcha. 7 kun bo'ldi. 7-kun bo'lgan. Mana bir haftalik. Ko'rursa. Bola ham. Tuyog'i zo'r bo'ladi, bo'zaylar qarang. Gap yo'q. Burchakda. 4 burchak. Xo'p, 3-bola aytdingizmi? Ikkinchi bola old kurak. Ikkinchi bola 6 kurak. Xo'p, qop-qorasida qidirganlar uchun eng arzoni shumida aka o'zi? Eng arzoni shunisi. Gap yo'q. Bitta laykni bosib turinglar akalar. Narxini hozir bitta sog'amizda, bitta narxini aytamiz. Sirazi telefon qilib shu molni ham sotib olaverasiz. Eng arzoni mana shu mol. Mana bu sizga. O, buniki zo'r ekan. Hammasiga qaraganda. Maza ham bunisi. Avtomat ekan bu yog'i. Gap yo'q. Вообще maza. Qani, 4-sini so'rab qo'ying endi. To'ralasi ishlaydi xudo xolasa. Ko'raverasizlar akalar. Bo'ldi, bo'ladi aka. Endi beraymi buni ham? yurgizib qo'ying bitta. Yurish davomida bitta narxini yondirib berasiz. Bugun YouTube layklarni shunaqangi bossinki, menga ham bir 5-6 million YouTube pul yuraversinchi, qo'ygan narxingizni ko'rib. Gap yo'q. Akalar, molimiz holatlari ko'rib qo'yaverasizlar. Sog'lom yeridan, jivoy yeridan bo'ladi. 4 burchak. Maza qilib qo'yib ketadi. Gap yo'q. Mana holatlari akalar ko'raverasizlar. Xudo xolasa, soppa sog'lom, chiroyli, hamma yo'q bus-butun molimiz. Qancha deymiz buni aka? Zo'r narx aytib beraymi? Ha. Ha. 21 million so'm ekan. 21 million? Aha, surversa. Qani, yurtchi jonivor. Xo'p, endi buni nima deymiz endi 21 millionga? O'zi zakon nimasi aytib berdi hozir 21 million so'm. 21 million zakon narx deysizmi? 21 million so'm kami bor. Bu 20 pastda bitta adam ishimiz? Ha. 20 millionga bicha baqa ketaveradi. Pasidami axir? Yo'q, Ustidami? Pasiga yurib bo'lmaydi buni. Bo'ldi. 21 million kam bor. Bermaydi. Mashina puliga bo'g'ozini ham. Aka, bozor yonyapti, ishonavering. Endi Bo'g'ozini ham bermaydi. men siz bilan tortishib qo'yaveraman, o'zingiz sotuvchisiz, xudo xolasa chiroyli qilib obunachilarga sotaverasiz aka. So'mlarni qara buni. Bo'ldi, 20 million va'da bitiramiz, xudo xolasa. Buni qara, yuvashligini qara. Sirazi borib ham so'raverasizlar aka. Endi molda o'zi asli silab borish kerak mana bunda, sekin borish kerak. Bu akamiz tars yopishyapti. Yuvashligi shundan dalolat akalar. Bir-biridan yuvash bo'ladi. Gap yo'q. Endi siz metrda olib keling og'a. Bunisi bir-biridan yuvashligini. Metrda. Bunisini vaqti gapirmasa bo'ladi. Bitta bo'yini o'lchab beraylik. Metr topib keling. Akalar, videoni pauza qilib turamiz. Metr kelib hammani o'lchab beramiz sizlar uchun video oxiriga. Qani, metrda olib keldingiz. Qani. Akalar, sizlar uchun 1.19. Xo'p, 122. 1.21, 1.20. Shunaqa ekan akalar bo'ylari bu molimiz. Xo'p, ikkinchisi. Ham bo'g'oz, ham suti bor, ham bolasi bor. Xo'p, bu ham 1.20 ga yetmayaptimi ozgina? 120. 1.20 ekan bu ham. 120 o'rni. Bo'laveradi. Qo'rqmanglar, hammasi men nazoratim ostida degan joydan. Mana. Bunimiz 1.18, 1.15 plus. Mana. Xo'p, 1.18 ekan bu ham. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, bo'ylarni bir qator o'lchab ko'rsatib qo'ydik. Telefon qilaverasizlar mollarimizga. Telefon raqamlari pastda bo'ladi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand qishlog'ida bo'ladi. Shu manzilda tushuntirib qo'yamiz akalar. Yakshanba kuni Shahandda dehqon bozori bo'ladi. Shu dehqon bozorida yonginasida uylar bo'ladi akalar. Kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like chani bosib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar akalar.